Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan men Matyorbek. Tak, bu zapisimiz bitta tarif bor. Masalan, Portals deb nomlanadi. Masalan, CTO marketingga, jamoaviy ish tizimlariga taklif qilinganda men odam izlolmayman, men unday qila olmayman, men bunday qila olmayman deb masalan ko'pchilik boshlamaydi. No, как живая очередь bo'lib yoki abonent to'lovini to'lab ham pul ishlasa bo'ladi. Bu holat qanday bo'lishi? 550 rubl bilan har haftalik to'lov как положено любой ishtirokchini 11-bosqichgacha даже 1 yilda olib chiqsa ham общий hisobimizda masalan 320 ming rubl foyda hisoblanadigan bo'lsa, buni 35% расход hisoblansa, uni qolgani 65% sizda foydangiz bo'ladi. Bu chunki живая очередь bilan ishlanadigan ish turi bo'ladi. Endi buni 550 rubl har hafta endi как положено abonent to'lovini to'lab и дальше yuritish mumkin. Ну, главныйsi xohish. 550 rubl bilan 100 ming rubldan oshiqroq to'lovga chiqish mumkin. Talabgorlar bo'lsa marhamat, qanday bo'ladi, nima bo'ladi hamma yo'g'ini ko'rsatamiz. Ma'qul kelsa jamoamizda a'zosi bo'lasizlar.